Nega homiladorlik paytida chekish mumkin emas? Sigaretlar, elektron qurilmalar, vape va boshqalar afsuski juda mashhur bo'lib ketdi. Hozir esa deyarli har ikkinchi odam chekuvchi. Rivojlangan mamlakatlarda chekuvchi ayollar soni taxminan 55% ni tashkil etadi. Bu yarmidan ham ko'p. Homiladorlik boshlangandan keyin esa ularning faqat kichik bir qismi zararli odatdan voz kechadi. Taxminan 35% nikotinga qaram bo'lgan bo'lajak onalar tugruqqacha sigaretni tashlamaydi va emizish davrida ham chekishda davom etadi. Bu esa natijada bolada nikotin qaramligini shakllantiradi. Eng muhim davrda esa, ya'ni homila ichida, bola gipoksiya holatida, ya'ni kislorod yetishmovchiligida bo'ladi. Bola yetarli darajada kislorod olmaydi va suv ichida shartli ravishda achish jarayoni yuz beradi. Natijada chaqaloq butun homiladorlik davrida yashil, juda yomon hidli suvda bo'ladi. Men shifokor sifatida nimadan ogohlantirishim kerak? Shuni aytishim kerakki, homiladorlik davomida faol ravishda chekish oylik tugilish xavfini oshiradi. Erta bosqichlarda yo'ldoshning ajralib ketish xavfi ortadi. Muddatidan oldin tugilish ehtimoli ko'payadi. Vazni 2,5 kilogrammdan kam bo'lgan chaqaloqlar tugilishi ehtimoli oshadi. Yurak nuqsonlari, anensefaliya, spina bifida, sindaktiliya va polidaktiliya kabi nuqsonlar yuzaga keladi. Kelajakda bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishi ham zarar ko'radi. Oz vaqtida bu odatdan voz kechish fojiani oldini olishga yordam beradi. Va muhim bir jihat, shunday bir afsona bor, go'yoki chekishni asta-sekin tashlash kerak, chunki to'satdan voz kechish sizga va bo'lajak bolaga zarar yetkazadi. Bu mutlaqo asossiz gap. Homiladorlik haqida bilgan zahotingiz chekishni darhol tashlash kerak. Yaxshisi, homiladorlikni rejalashtirish bosqichidayoq chekishdan voz keching.